Assalomu alaykum hammaga. Bugun 7-aprel 2025-yil. Hop, 28-mart kuni Gartenziyani pochkalardan olib tomirotgani, ottirgani qo'ygandik. Hop, kecha ko'rsam bir ikkitasi tomirotib qolibdi. O'zi asli o'sha 14 kunda asosan boshlanar ekan tomir-otish. Avvalgi videolarimizda ko'rgan bo'lsalaring, Gartenzadan pochkasidan olib tomir o'tkazib qo'yilgan. Bizdan xato o'tgan, tezroq tomir yaxshi rivojlansin deb fosforni ko'proq miqdorda ozuqa qilib berganmiz. Bularga boshlanishda ozuqa shart emas ekan. Shu kuchli dozada fosfor berib quritib qo'ygandim. 28-mart kuni endi boshqatdan olib mana ko'kartyapmiz. Hozir bir 5-6 dona ko'kargani bor ekan, shuni tomirotgani bor ekan. Shuni video qilib qo'ymoqchi edim. Avvalo mana gradus Gartenziya yaxshi tomir otish uchun 18-20 yaxshi gradus bo'lar ekan. 25 dan o'tib ketadigan bo'lsa gradus chirish kuzatilar ekan, chorniy noshka bo'lib. Hozir mana endi sizlarga ko'rsataman. Mana shu yerda 1 2 3 4 5 ta. Mana shu 5 ta tomir otgan bor. Qolgani mana shu holatda tomir otishga harakat qilishyapti. Bularga bir kunda mana shunaqangi idishda suv sepiladi purkalarda 2 martada. Hozir endi ko'rinadigan bo'lsa mana busida ana 3 ta ko'rinib turgan bo'lsa kichkina ana shu tomirchalar yaqinda katta bo'lib ketadi. Mana shu holatda. Keyin bular doimiy 24 soat mana shunaqangi kabelda 24 soat yorug'likda turadi. Namlik 70-80% holatida. Kuzatib borsalaring, ularda katta bo'lgan holatlarning videolarini qo'yamiz.